Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvandagidek xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Amerika Avstraliyaning 3-oyning 17-kundagi xabarda bildirilishicha, Amerika Avon palatasining yuqori darajalik asosiy maxsus ziyarati Xitoy dunyodagi eng chong faiz mustamlak davlat. Amerika davomli dunyoni yetaklashi kerak degan. Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçiler Partiyasining Avon palata a'zosi Mario Diaz chorshanba kuni Amerika ovozining maxsus ziyoratini qabul qilganda Xitoy dunyodagi eng chong va eng boy faiz davlat. Xitoyning Amerikaga kelgan xarajatlarga Amerika cho'qim barliq diplomatik va iqtisodiy imkoniyatlarni ishlatib, Xitoyni Amerika va dunyoga kunsir kuchayotgan tahdid deb qarash kerak. Amerika davlati bo'lish sifatimiz bilan davomli irodamizni hech kimga zo'rlash orqali emas, balki kishilarning erkinlikdan iborat oxirgi maqsadiga yetish uchun tirishish orqali dunyoni davomli yetaklash kerak degan. Bu yana Hindiston Shukran rayonida Amerikaning eng muhim planlarining biri to'qinishning oldini olish, eng xalqaro eri Xitoyning ahmoq ishlarni qilishning oldini olish va Xitoyning mas'uliyatsizlik qilishining oldini olish ham Tayvan masalasiga aralashish. Amerika parlamenti Tayvan bilan alohida munosabatni saqlab kelmoqda. Tayvanning o'zini qo'g'dashga yordam berishida Amerika cho'qim Tayvanga kerakli barliq qurol-yarog'larning bo'lishiga kafolatlik qilishi hamda Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishiga urinishining intayin nachar bir ideya ekanligini tushunish kerak deganlar bildirgan. Amerika Avon palatasi 13-mart barliq partiyalarning qo'llashi bilan bir qonun loyihasini ma'qullab, Xitoyning texnik shirkati ByteDance'ning tarmoq shirkati TikTok'ni setishni talab qilgan. Agar unda qilmasa, TikTok'ning Amerikada cheklanish taqdiriga duch kelganligini bildirgan. Buningga qarata Diaz Balart bu qonun loyihasini qo'llaydiganligini bildirib, biz Amerika xalqining uchurlarini Xitoy Kompartiyasining kontrolidagi shirkatlarga topshirib bermaymiz degan. Amerika Indiana shtatining boshlig'i Erik Holcomb oldingi hafta shtat parlamenti tomonidan ma'qullangan qonun loyihasiga imzo qo'ygan. Bu belgilama shtatdagi shahar, nahiya, yezi bozor, maktab va universitetlarning Xitoyga o'xshash raqib davlat bilan savdo munosabatini qilishini va har qanday shakldagi hamkorlik kelishimini tuzishni cheklaydi ekan. Bu qonun loyihasi 7-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy yo'l qo'yildi ekan. Indiana shtatidan kelgan Cumhuriyetçiler Partiyasining Avon palata a'zosi Jim Banks dushanba kuni bu cheklash qonun loyihasini qo'llab, men davlat parlament a'zolarining mayli terrorga yarasha bo'lishini cheklash va yoki hamkorlik kelishimi tuzishni cheklash qatorliq Xitoy Kommunistik Partiyasining shtatimizdagi har qanday ta'sir kuchini yo'qotishga ko'rsatgan tirishchiligidan intayin xursandman deganlar bildirgan. U yana har qanday bir hamkorlik kelishim Xitoy Kommunistik Partiyasining chet ellik ta'sirini kuchaytirish uchun bevosita Xitoy hukumati tomonidan sistemalik olib berildi. Xitoy Kommunistik Partiyasining shaharlararo hamkorlik kelishimi tuzishning haqiqiy maqsadi bo'lsa, Indiana shtatiga yordam berish uchun emas, balki bu yerda taraf turish uchundir deb ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.